Asaka tumanidamiz, ya'ni Andijon viloyatida. Bu yerda 260 kvadrat metrga taxta staropilladan ko'ra bahonaroq bo'lgan konteyner profillar, ya'ni konteyner materiallardan yasalgan profillarda mana bunday tom yopilgan. Xudo xolasa bugungi videomizda chiroyli obzor qilib beramiz. Narxlari, manzillari, akalarimiz telefon raqamlari xudo xolasa hammasi bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib, sizlarga qiziqtirgan savolinglar bemalol yozishingiz mumkin. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha javob beramiz. Bunda boshladik. Hurmatli tomoshabinlar, bu yerda qilingan ishlar bo'yicha xudo xolasa bugun Dostonbek akamizdan chiroyli qilib intervyu olamiz. Unda Dostonbek aka bizga bir tanishtirsangiz. Hozir mana 2 etajli bino solinibdi. Bunga tom qismiga, ya'ni staropilladan ko'ra mustahkamroq, baquvvatroq bo'lgan fermalar bilan, ya'ni konteyner profillar orqali tom yopib beryapsizlar ekan. Hozir necha kvadrat bo'ladi betlar? 13 ga 20 joyda qilindi. Bu degani 260 kvadratdan 260 kvadrat degani? 60 kvadrat joy. Endi bu mahsulotimiz konteyner mahsuloti bo'lib, shunda eng qisqasi uzunasi eng bo'shliq joyga 24 metr joygacha mana shu mahsulotdan bez ustun qilib berishga qurbimiz yetadi. Ya'ni hozir 24 metr uzun. Hozir bu yerda 13 metr dedingiz, so'raganim. Ya'ni 13 metr. Mana bu yerda pastda ko'rishingiz mumkin. Navessiz qilingan, ya'ni tagiga ustunsiz qilingan. Ustunsiz qilingan bu konteyner mahsuloti. Xo'p, 24 metrgacha qilinadi-ya aka? 24 metrgacha qilinadi. Bu narsani kvadrati 170 mingdan boshlanib 250 minggacha qilinyapti. 250 minggacha. Aka, endi bu taxta staropilladan buni afzal tarafi nimada? Endi buni bitta qilib ko'tariladi, firma qilib. Uyda egasidan shu tunikani olib beradi, qatirib berishlari bilan bu kvadratini holatini ichiga kiradi. U boshqa lishniy rasxod qilmaydi, dogovor bo'ladi. Masofasi uzun bo'lsa narx qo'shilaveradi, chunki u traynoy holatda bo'lib keladi. Baquvvatligi qanaqa endi bo'ladi? Xudo xolasa baquvvatligiga javob shuncha yildan beri qilib kelamiz. Bu ko'rishingiz mumkin. Nima, tepada rekasi ham o'zidan bo'ladi. Ha. O'zidan bo'lgandan keyin bu mana shu bemalol 10 sm gacha loy bosaveradi. Buni endi yasashga qancha vaqt ketadi o'rtacha? Endi hozir kun qisqarib qoldi. Hozirgi kunda mana shu firmani gideta 10 kunda yasab o'rnatib bo'lamiz. 10 kun vaqt ketadi. Kun qisqa bo'lib qoldi. Yozgi kunda bir 6 kunga qolmaymiz. Bu narsalarni. Xudo xolasa barcha naves, ustun, so'rtay xizmatlarni ham qilib kelyapmiz. Qilib berasizlar. Qilib beramiz, Alloh buyursa. Xudo xolasa. Keyin Dostonbek endi mana tom yopilibdi, chiroyli bo'lib. Buni endi biz an'anamizga ko'ra loy bosishadi. Lombozni ko'tarib endi. Ko'taradi, Xudo xolasa. Alloh nasib qilsa, hamma 10 sm gacha javob ko'taradi. Ya'ni qalinligi 10 sm, ya'ni 1 kilo loyimiz suv qo'shilgandan keyin ho'l bo'lsa 3 kilo bo'ladi-da. 3 kilo bo'ladi. U degani 100 kvadrat joyga 300 kvadrat narsa ketadi-da. 300 kvadrat. Endi u 300 kvadratingiz gideta 8 tonnami, shunaqa yog'ida bo'ladi. Bemalol ko'taradi-mi? Ko'taradi bemalol. Hozir mana suhbat davomida aytdingiz, nima penadan bo'lgan lombozam qilishyapti. Hozir gipsdan quyilayotgan ishlar o'rniga mana shu tomga ham bosilyapti ash holatda. Xohlagan razmerda bostiraveradi. 10 mi, 20 mi o'zini nimasiga, karmaniga qarab. Bo'laveradi aka. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, ferma qilish kerak bo'lsa, naves qilishlik kerak bo'lsa, qanaqa teplitsa deysizlarmi, konteyner materialdan nima ish qilish kerak bo'lsa, akalarimizga murojaat qilaverasizlar. Hozir bu obyekt Andijon viloyati Asaka tumanida mana chiroyli holatda, hop, 2 qavatli bino qilinibdi. 2 qavatli, bu yoqda 2 xona, mana bu tarafda 2 xona. O'rta katta sahna bo'libdi, xudo xolasa. Chiroyli holatda bitkazilyapti ekan. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Akalarimiz telefon raqamlarini video ostiga yozib qo'yamiz. Qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol izohlarda yozib, akalarimizga bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa eng yaxshisini faqat sizlar uchun ko'rsatamiz.